Assalomu alaykum yurtdoshlar. Endi oddiy havo gaz bo'lib yonadi. Ishonasizlarmi shunga? Ko'pchilik internetda ko'rgan bo'lishi mumkin. Bakalashkalardan ishlab yetdilar gazolin yoqishlarni. Biza xavfsiz bo'lish uchun bu narsani yanada takomillashtirib ishlab chiqdik. 5 litr gazolin bilan 6-7 soat yonadi. Gazolin arzon-ku, masalan, zapravkalardan chiqqandilar bo'lishi mumkin 1000 so'mmi. Bu joyi zapravka qilish uchun zapravka qilib, yana kraynik ilib qo'yiladi, elektr tutani. Hozircha kichkina kompressordan foydalanganmiz. Kattaroq kompressor bo'lsa, davleniya yanada baland bo'ladi. Bu havo balonning ost tarafidan kiradi. Shuni temir turba bilan kirgizib qo'yganmiz. Kirgan havo gazolin bilan aralashib, bu tarafi chiquvchi, bu tarafidan chiqib yonadi. Shu 6-7 soatgacha ichida gazolin tamom bo'lmaganchalik to'xtamay yonadi. Kimga qiziq bo'latan bo'lsa, uy sharoitida qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Endi qish o'tdi. Endi yil kuzda, masalan, kunlar sovugan vaqtlari kotyollarni qizdirish uchun foydalansanglar bo'ladi. Lekin xavfsizlik talablarini rioya etgan holda havodan bo'lib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yurtdoshlar. Illiqlar ovozi kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali videolar chiqarib turamiz. Xudo xolasa.